Mana akalar keldi. Biroq ochamiz. Xo'sh. Bizga hozircha qora Guardiola yaxshi. Dunyo'zim borada. Hop. Aka hozir nimalarda yaxshi turibdi? Aka olamiz. Hafızan nima ya bu? Ama yaptı Lorente. Grevenberg. Xitmiyorum. Hop. Fermin yaxshi. Hop. Bitta. Oh. De Jong pas kuchliligi uchun De Jong. Anton Griezmann, Julian Alvarez. Hop. Andre Onana bor. Chesney bor. Qaysi biri tanlaymiz. Oh. Carreras bilan Kamavinga. Carreras statistikasi yaxshi ekan. Voy bu. Buncha emas chiqdi. Laporte hozir De Paul chiqyapti ana. Mourinho'dagi sariq olamiz. Oh, mana Persik. Vaydi. Shuni otiraveramiz. Albatta hamma Rodrigo oladi. Tarkib tayyor. Sizlarga yoqdimi yoqmadimi kommentariyaga yozib ketasizlar. Sog' bo'linglar.